Udar yangiliklarni qilishda davom etamiz. Mijozimizning talabiga binoan usilinli traller polipritsep yetib keldi. 100 tonnadan ortiq yuk ko'taradi. 5 ta ko'rinyapti, lekin o'nta most bilan jihozlangan ushbu trallerni kutib oling. Har bir qatorida ikkitadan most 100 tonnadan ortiq yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Albatta mijozimiz xohlagan razmerda 320 eni, 13,5 metr рабочий plashatka hamda 7 metrga cho'ziladi. Obzor davomida cho'zib ko'rsatib beramiz. Shunda esa 7 metr qo'shilgandan keyin 20,5 metr рабочий plashatka bo'ladi. Juda ham ajoyib. Bundan tashqari mijozimiz nafaqat razmerlari hamda oldidagi ikkita silindr ham, qo'shimchasiga yana orqada ikkita дополнительный silindr qo'shilgan. Ularni ham mijozlarimiz talabiga binoan yetkazib berdik. Undan tashqari keling ko'rib o'tamiz. O'zlari xohlagan 20 siloyli GT shinalarida yetib keldi. 40 ta shina bilan jihozlangan 40 oyoqli tral obzorni kutib oling. Noshkalari ham silindrli gidravlический hisoblanadi. Undan tashqari yaqinni ko'rsatib o'tamiz. Mana ikkita silindr bilan jihozlangan. Bemalol mana boshqarish uchun richaklari ham mavjud. Silindrlarni mana shu richaklar orqali boshqariladi. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek visokoprочный materiallardan ishlab chiqarilgan traller polipritsepimiz. Mana silindrlari, qo'shimcha jihozlarimiz uchun mana ключ yashiklari ham mavjud. Barcha noshkalarni ham, orqadagi noshkalarning silindrini ham birgina pult orqali boshqarish mumkin. Mana sedlon ustidagi silindr ham pult bilan ko'tarib tushiriladi. Va xohlagan tarzimizda ko'tarib tushirishimiz mumkin. Aziz do'stlar, keling endi plashatkani 7 metrga yana qo'shimchasiga cho'zib ko'rsatamiz. Mana bu yerda joylashtirilgan richak orqali mana palislarni o'tkazish mumkin. Ya'ni bu mustahkamlikni oshiradi. Ramani o'z holatiga keltirilgandan so'ng 13,5 metr holatga keltirilgandan so'ng palislari o'tkazib qo'yiladi hamda xavfsiz bo'ladi. Aziz mijozlar, mana 13,5 plashatka 7 metrga cho'zilib 20,5 metrni tashkil qildi. Ushbu traller barcha jihozlari eng qimmat materiallardan ishlab chiqarilgan. Sizlar ham o'z faoliyatingizga mos darajada baquvvat traller polipritseplarni va undan tashqari xohlagan texnikangizni o'zgartirishlar bilan zakaz bermoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar 24 ga 7 aloqada podpiska bosib qo'yishni unutmang. Yangiliklar tez avjida bo'lib turadi. Roat Star Trans sifatli, ishonchli va albatta samarali.